Baxmal tumanida 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Bu jarayonda aholining turmush sharoitini yaxshilash va uy-joy fondidan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilyapti. Xususan, Do'stlik mahallasida joylashgan 10 ta ko'p qavatli uylarda tom qismlari ta'mirlanmoqda. Fasatlar yangilanmoqda. Issiqlik tizimlari, drenaj va suv kommunikatsiyalari zamonaviy talablarga mos holda tiklanmoqda. Bu esa qishda aholi uylarining issiq va xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi. Shu bilan birga mahalladagi umumiy foydalanish infratuzilmalari ham tubdan yangilanmoqda. Xususan, an'anaviy tarzda aholining kundalik ehtiyojiga xizmat qilib kelayotgan tandirxonalari ta'mirlanmoqda. Ichimlik suvi va gaz quvurlari almashtirilib, aholining uzluksiz va sifatli xizmatlardan foydalanishga sharoit yaratilmoqda. Mahalladagi bolalar maydonchasi qayta tiklanib, yangi o'yin uskunalari o'rnatilmoqda. Shuningdek, hovli va ko'chalarda yoritish tizimlari barpo etilmoqda. Beton yo'laklar qurilib, piyodalar uchun qulayliklar yaratilmoqda. Bu esa mahallaning kechki vaqtlarida ham xavfsiz va ravshan bo'lishini ta'minlaydi. E'tiborli jihati, barcha ishlar jamoatchilik ishtirokida olib borilmoqda. Maxsus ishchi guruhlari har hafta mahalla aholisi oldida hisobot berib, bajarilgan ishlar va rejalar haqida ma'lumot taqdim etmoqda. Bu jarayon aholi bilan muloqotni yanada kuchaytiryapti. Hozirgi kunda mana shu ta'mirlash ishlaridan asosiy qismi kanalizatsiya tizimi, oqova suv tizimi, ichimlik suvi masalasi, elektr tarmoqlari, gaz tarmoqlari hammasi qaytadan ta'mirlanib chiqdi. Hozirgi kunda mavjud ko'p qavatli uylarning asosiy qismining ta'mirlash ishlari yakunlanib qoldi. Mana shunda bir narsa bo'ldiki, ko'p qavatli uylarning fasad qismi to'liq bazalt bilan qoplanib, ular ta'mirlanib chiqdi. Natijada aholimiz uchun qishda issiq, yozda esa salqin bo'lishi. Bundan tashqari, mana shu kanalizatsiya tizimi to'liq markazlashib, tozalik tizimi ta'mirlandi. Hozirgi kundagi olib borilayotgan asosiy ishlarimizdan biri mana shu aholining kayfiyatiga ta'sir qiladigan ishlarni amalga oshirish. Natijada yo'lakchalar hammasi qaytadan ta'mirlanyapti. Mana shu aholining loy yoki yog'ingarchilik paytlarida yaxshi yurishi uchun, sharoiti o'quvchilarning maktabga borib kelishi uchun yo'llar ta'mirlanib, ular betonlashtirildi. O'quvchilarning, aholining yurishi uchun sharoit yaratildi. Bugungi kunda Baxmal tumanida amalga oshirilayotgan obodonlashtirish va ta'mirlash ishlari fuqarolarning kayfiyatini ko'tarmoqda. Mahalla aholisi o'z uylarining yangilanishidan mamnun bo'lib, qishki mavsumni munosib sharoitlarda kutib olish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Tumanda bunday ishlar izchil davom ettirilishi nafaqat Do'stlik, balki boshqa mahallalarda ham uy-joy fondini ta'mirlash va infratuzilmalarni yangilashga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa Baxmal aholisi uchun farovon hayotga yo'l ochadi.